O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti tezkor qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 1985-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan fuqaro Farg'ona viloyat O'zbekiston tumanida joylashgan raqamsiz xonadonda har xil hajmdagi yelim idishlarda Felix Sivir antifrizlarni qalbaki tarzda qopqoq va etiketkalarni yopishtirib ishlab chiqarayotganligi hamda 1 tonnalik hajmdagi 2 dona yelim bochkalarda avtomobil moy mahsulotlarini sotish maqsadida chet elda ishlab chiqarilgan Zik, Kix va Asdelco brendlarini qalbaki tarzda qadoqlab, qalbaki moy va antifriz mahsulotlarini qonunga xilof ravishda sotayotganligi aniqlangan. Shuningdek, yashash xonadoni Farg'ona viloyati elektr tarmoqlari korxonasi mutaxassislari hamda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda ushbu xonadonga 2 dona suv nasosini ulab, o'zboshimchalik bilan elektr energiyasidan noqonuniy ravishda foydalanib kelganligi aniqlangan. Holat yuzasidan Farg'ona viloyati elektr tarmoqlari korxonasi hamda Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamentining tezkor qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli huquqiy choralar ko'rinib, Farg'ona viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.